Canlar sağ olsun. Assalomu alaykum azizlar. Omonmisizlar, sog'misizlar? Bizda mana bu qadrli do'stlar kelib qoldi, bir yig'ilish qildik. Ko'pchilik taniydi bu yigitni, rahmatulloh ismi. Meni bu Tursunboy jo'ram. Bu ham mana hozir 8 yil. hammasi juda ham biz uchun qadrli. Yana biri ko'rganingizdek, shu Zohid ukam. Hamsha qavotimda qadrdonlardan. Sağolunuzlar. Duaşılarınız sabırlamak olsun. Mehirli bo'lingizlar bir-birlaringizga. Lekin buni sizdan bilmayman. Bizda bu yigitlar kursdosh jo'ralar bo'ladi. Shu hozir biroz chaqchaqlashdikda, shu o'tgan ketgan gaplardan, qochirma gaplardan qilib biroz nimalarni esladik. Hazil huzullarda. Endi bu yerda bu boradigan manzil bor. Hozir bularni tabiat qo'yniga olib chiqaman, xudo xolasa. Qizg'aldoqqa boramiz. Hozir alvon qizg'aldoqlarni ko'rsatib, o'sha yerda bular bilan bir chiqishlar qilib, hali u yoqda bular bir raqsga tushib, qo'shiqlar aytamiz deyapti. Uni shu qo'shiq aytish darajasiga olib boraman-da shaqa borguncha. Rahmatulloh jiyan. Mayli, joni sog' bo'lsin. Rahmat. Choy ichdik, ozgina, yengilgina choy ichdik. Shunday. Ozgina. To'g'rimi Tursunboy jo'rajon? Malades. Bizda mana shu do'stlarimiz bor bo'lsin. Endi shu nimaga, Lalmakorga qarab ketamiz. Qani omin yigitlar. Amin. Allohu akbar. Alloh akbar. Xudo to'langizni o'qsin.